Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaş ve en isil mediheler, alemlerinin yaratkuchisi ve pervişçisi Allah Teala'ga xasdır. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Hürmetlik okurmenlerimiz, növette huzurunlağa İslam Aqideler namlı kitapının davamını sunumuz. Aql Allah Taala'nı tunuşning qo'radi. Allah Taala'nı tunuşning vositasi bo'lgan aqlni Allah Taala Qur'oni Karimda 50 o'rinda, aql egillarini bo'lsa 10 o'rinda maqtagan. Allah Taala'ning borligi va birligini ko'rsatadigan koinotdagi turli alomatlar bayon qilingan ko'plagan oyatlarning oxirini inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun. Ya'ni tushunadigan qavm uchun buningda ibratlar bor. Afala ta'qilun. Yani aql ishlatmamsizlar. Fa'tabiru ya ulil absar. Yani ibrat ilanglar ey aql egillari deganga o'xshash jumlalar bilan tugatgan. İnsanning asli tabiati uni Alloh taologa boshlaydi. İnsondagi bu xil tabiat yoki qobiliyat yolg'iz vijdonli emas yoki yolg'iz aqlli emas, balki u vijdon bilan aqlning birikishidir. Aql yolg'iz o'zila Alloh taologa iymon keltirishni tabiiy zaruriyat deb biladi. İnsan aqli shundaqki, u hech o'qimasdan yoki o'rganmasdan eng avval sabablar qonuniga, ya'ni hech narsaning sababsiz vujudga kelmaydiganligiga va har qanday bir san'atning biror san'atkorning mehnati orqali borliqqa keladiganligiga ishonadi. Sababsiz bir shayning vujudga kelishiga ishonmaydi. Ilm fan va madaniyatdan yiroq yashagan sahrolik bir odam Alloh taolo to'g'riliq so'ralganida sabablar qonunini qo'llanib o'zining tug'ma qobiliyati bilan mundoq deb javob bergan ekan. Qumluqdagi to'gi izi bu joydan to'gining o'tganligiga, uloq izlari bu joydan karvonlarning o'tganligiga ishorat qiladi. Yulduzlar bilan qoplangan osmon, qit'alar va turli yo'llar bilan kengaygan zamin va to'lqinlarni o'z ichiga olgan dengizlar, ularni yaratgan yakki yegona zot Allohga qandoqmi dalolat qilmasin. Dunyoda hech kim o'zi yo'q narsa bir ish qilolmaydidan iborat aqliy prinsipni inkor qilolmaydi. Biz bu aqliy prinsipni tatbiqlaydigan bo'lsak, tövandagi natijaga erishamiz. Bu poyonsiz koinotda har lahzada millionlagan yangiliklar, hodisalar va voqealar yuz berib turadi. Oddiysi minglarcha jonliq o'lib, yana minglarcha jonliq hayotga yangidan ko'z ochib turadi. Bizning aqlimiz shundoq jazm qiladiki, har qanday hodisaning biror paydo qiluvchisi va har qanday bir san'atning bir san'atkori bo'lganidek olamning yaratquchisi va idora qiluvchisi bordir. U bo'lsa-mu Allohdir. Chunki yo'q narsa bir narsani paydo qila olmaydi. Am xuliqu min g'ayri shay'in am humul xoliqun. Ya'ni yoki ular yaratquchisiz yaratilganmi, yoki ular yaratquchilarmi? Yo'lda ketayotgan avtomobilni yiroqdan kuzatgan har qanday odam uning to'xtash ishoratlarida to'xtab, tar ko'chalarda bir narsaga urilib ketmasdan qoida bo'yicha ketib qolganligini ko'rib, uning ichida cho'qim salohiyatli bir shofirning borligini jazm qiladi. Chunki avtomobilning shofirsiz yurmaydiganligini aniq biladi. Xuddi shuningdek, quyosh, oy, zamin va boshqa planetlarning belgilangan sistemi bo'yicha intizomchanlik bilan harakat qilayotganligi, kecha bilan kunduz va fasllarning bu to'g'ri harakatlar orqasida o'z vaqtida almishib turayotganligini bilgan har qanday odam bu koinotni boshqarib va harakatlantirib turadigan ilm hikmatlik va kuch qudratli bir zotning borligini cho'qim jazm qiladi emasmi? O'z yo'q narsa bir ish qilolmaydi deydigan aqliy qoida bo'yicha aytgandimi, agar Alloh mavjud bo'lmagan bo'lsa edi, yuqorqilarning bor bo'lishi mumkinmidi? Koinot va uningdagi barliq shaylarning mavjud bo'lib turganligi Alloh taoloning mavjudligining dalili emasmi? San'atkorsiz san'at va avtorsiz asar vujudga chiqmaydi deydigan aqliy qoida bo'yicha aytgandimi, koinot va uningdagi jonliq, jonsiz barliq shaylarning borliqqa kelganligi ularni yaratgan Allohning borligiga dalil bo'lamaydi. Dekart o'zining shak mazhabini paydo qilib chiqqandan boshlab har narsaga shak qiladi. Bu shak oxiri o'ziga yetgandan keyin o'zining mavjudligiga hech shak qilolmaydi va u mundoq deydi: agar men o'zim to'g'riliq shak qiladigan bo'lsam, o'zim yo'q turib qandoqmi shak qila olayman?
Men o'ylashga ega bo'lganim uchun mening mavjud ekanligimda hech shak qolmagan bo'ldi. Undaqda meni kim yaratdi? Meni bu moddiy koinot yaratdimi? Agar meni bu aql idroqqa ega bo'lmagan bu koinot yaratgan bo'lsa, mendagi aqlni kim berdi? Koinot o'zida bo'lmagan aqlni menga bera oladi. Bir narsaga ega bo'lmagan kishi u narsani boshqasiga qandoq bera oladi? 18-yüzyılning mashhur olimlaridan Herschel mundaq degan ekan. Ilm fanning maydoni kengaygan sari Allohning borligiga bo'lgan kuchli dalillar texmi ko'paydi. Ilm fan maydonining kengayganligi inson aqliyatining taraqqiy qilganligining natijasidir. Chunki aql ilmning qurolidir. Ilm fanning taraqqiy qilishi kishilarning Allohni texmi aniq tonish uchun xizmat qiladi. Chunki ilm Alloh taoloni tonishning vositasidir. Alloh taolo mundaq deydi: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Yani ey payg'ambar, Rabbing tarafidan sana tushirilganlarning haq ekanligini biladigan odam dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Buni faqat aql egillari tushunadi. Fransis Bacon mundaq degan ekan: Azroq falsafa o'qish kishini dinsizlikqa moyil qiladi. Ammo falsafaga ishkirlab kirish aqlni Allohga iymon keltirishga majbur qiladi. Bugungi ilm fan Darwin va Markslar o'tirib qo'ygan nazariyalarning ilmiy asosga emas, faqat taxminiy xiyollarga asoslanganligi sababli tanqidga yuz tutgan cho'pay nazariyalar ekanligini jakarlamoqda. Zamonimizdagi olimlar ilm fan nomidan Allohning borligiga inkor qilmaydi. Chunki burungi asrlarga qaraganda zamonimizda ilm fan taraqqiy qildi va uning maydoni kengaydi. Alloh taolaning sifatlarini bilishning yo'li. Savol: Alloh taolaning sifatlarini qanday bilgili bo'ladi? Javob: Alloh taolaning sifatlarini uning maxluqotlari ustida fikr yurgizish va uning payg'ambaridan o'rganishdan iborat ikki yo'l bilan bilgili bo'ladi. Alloh taolaning sifatlarini uning maxluqotlari ustida fikr yurgizish orqali qanday bilgili bo'ladi? San'atkorning ba'zi sifatlarini va mahoratini ko'rsatib beradi deydigan aqliy qoidani har kim yaxshi biladi. Biz bu qoidani tatbiqlab ko'rganimizda tovandikilarni bila olamiz. San'atdagi uyumchanlik san'atkorning hikmatli ish qiladiganligini, san'atdagi go'zallik san'atkorning go'zalliklarni yaratishga qodir ekanligini, san'atdagi o'zgachilik san'atkorning xolig'ini qilishga yetarlik iroda, ilm va kuch-quvvatga ega ekanligini ko'rsatadi va hokazolar. Ahvol bundoq ekan, har qanday aql egisi koinot va uningdagi barcha shaylar ustida tafakkur qiladigan bo'lsa, albatta bularning yaratquchisi va idora qiluvchisi bo'lgan zot Alloh taolaning hikmatli ish qiluvchi, hammaga qodir, hammani bilguchi, xohlaganni yaratquchi, hammani parvish qiluvchi ulug' zot ekanligini bilalaydi. Masalan, bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizganimizda, avtomobilning qurilmasi, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarli to'mirlarga va uni munosib shaklda kesadigan hunarga ega va uni chiroyli qo'rashtirib, avtomobil qilishga qodir ekanlik sifatini ko'rsatadi. Avtomobilning aynaklari, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarli aynaklarga va aynaklarni avtomobilning modasiga munosib shaklda kesalaydigan hunarga ega ekanlik sifatini ko'rsatadi. Avtomobildagi butun zapchaslar avtomobilni yasagan injenerning bu zapchaslarni o'z o'rinlariga o'rinlashtira oladigan hunar va tajribaga ega ekanlik sifatini ko'rsatadi. Buningdan boshqa avtomobilning motoridan boshlab uning chiroqlarigacha bo'lgan har bir partisi, rangi va modasi, uni yasagan injenerning mohirligi, ustaligi va boshqa ko'plagan sifatlarni ko'rsatadi. Biz bu oddiy bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizish orqali uni yasagan injenerning ba'zi sifatlarini bilib olganimizga o'xshash, Alloh taolaning koinotdagi maxluqotlari va go'zal san'atlari ustida fikr yurgizish orqali Alloh taolaning ba'zi sifatlarini toniy olamiz. Masalan, Alloh taolaning yaratgan shay'laridagi intayin mukammal o'rinlashtirilgan ajoyib ishlardan birarsini bayqaganimizda Allohning hikmat bilan ish qiladiganligi sifatini toniy olamiz. Quyosh, oy, zamin va ulardan boshqa sayyoralarning harakat sistemasidagi mukammal qonuniyatni bilganimizda Alloh taolaning har shayini shundoq mukammal yaratish va bekitishni biladigan, hammaga qodir ekanlik sifatini toniy olamiz. Koinotdagi Alloh taolo bekitgan nizom va sistemalarning nuqsonsiz davom qilayotganlik ustida fikr yurgizganimizda
alloh taoloning hamisha tirik bo'lg'uchi va hammani idora qilib turg'uchi va barcha kamchiliklardan pok ekanlik sifatlarini to'niy olamiz. alloh taoloning duolarni ijobat qilganini, hatto qurg'oqchilikdan istisqo, ya'ni suv so'rash namozi o'qib alloh taolodan suv tilganlarga yomg'ir yog'dirib berganidan uning har qanday duo va munojatlarni anglab turadiganlik sifatini to'niy olamiz. Tabiatning odamni hayron qoldirarlik go'zal manzarasini ko'rganimizda alloh taoloning shay'larni xohlagancha har xil go'zal shakllarda yaratishga qodir ekanligi sifatini to'niy olamiz. Hayotimizda bir yoki ko'p qatim o'limning tumshuqiga kelib, uningdan omon qolganimizni o'ylaganimizda alloh taoloning xavf xatarlardan saqlag'uchi ekanligi sifatini to'niy olamiz. Hech qanday kasallik tortmasdan yoki bir voqeaga uchramasdan yotgan yerda o'lib ketgan birovni ko'rganimizda alloh taoloning o'ltirishga qodir ekanligi sifatini to'niy olamiz. alloh taoloning qurg'oqchilikdan o'lgan zaminni, yomg'ir bilan qayta yashartib tirildirganini ko'rganimizda uning o'liklarni tirildiradiganligi sifatini to'niy olamiz. Buningdan boshqa koinotdagi har bir maxluqot ustida fikr yurgizganimizda alloh taoloning ko'plagan oliy sifatlarini to'niy olamiz. alloh taolo mundoq deydi: inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzala Allahu minas samai min rizqin fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Yani şeksizki iman etqanlar üçün osmonlarda va zaminda nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratılışinglarda va Alloh yer yuziga tarqatib etgan jonliqlarda haqiqatga chin ishonadigan bir qavm uchun ibratlik alomatlar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida, Alloh osmondan tushirib bergan rizqda, ya'ni yomg'irda o'lgan zaminni uning bilan tirildirishida va shamollarning yuzlanishini o'zgartib turishida tushunadigan qavm uchun ibratlar bor. Ani shular sana haqliq bilan tilovat qilib berayotganlarimiz Allohning oyatlaridir. Ular Alloh va uning oyatlarini qo'yib qaysi so'zga ishonadi? Savol. Alloh taoloning maxluqotlari ustida tafakkur qilish orqali uning hamma sifatlarini to'nig'ili bo'lamdi? Javob. Tafakkur orqali alloh taoloning sifatlarining hammasini to'nig'ili bo'lmaydi. Xuddi avtomobil to'g'risida tafakkur qilganimizda mazkur avtomobilni yasagan injenerning avtomobilni yasab chiqishdagi mahirligi, ustiligi va bu sohada yetishgan injener ekanligiga o'xshagan ba'zi sifatlarni to'niy olgan bo'lsakmi, uning bo'yi egizmi yoki pakarmi, u mardmi yoki bexilmi, uning axloqi yaxshimi yoki nacharmi va boshqa sifatlarni bilmaganimizga o'xshash alloh taoloning koinotdagi sanatlari orqali uning barcha sifatlarining hammasini to'liq bilmaymiz. alloh taoloning maxluqotlari ustida tafakkur qilish bilanmi bilanmagan sifatlarini qandoq bilamiz? alloh taoloning payg'ambarining vasitasi bilan, ya'ni Qur'oni Karim va hadislarga murojaat qilish bilan bilamiz. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda alloh taoloning jami 99 ism sifatlari bor ekanligini bayon qilgan. alloh taolo Qur'oni Karimda yana mundoq deydi: "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Ya'ni Allohning go'zal ismlari bor. Uni shu go'zal ismlar bilan atanglar. alloh taoloning Qur'on va hadislarda bayon qilingan go'zal ismlari va esil sifatlari to'g'riliq fikr yurgizgan har qanday odam alloh taoloning barcha kamolatlariga ega, naqadar katta va ulug' zot ekanligini to'niydi. alloh taoloni uning sifatlaridan to'nig'ili bo'ladi. alloh taoloni uning Qur'on va hadislarda kelgan ism sifatlari orqali qanday to'nig'ili bo'ladi? Javob. Insonda 5 hissiy a'zo bo'lib, koinotdagi ba'zi moddiy shaylarni shu hissiy a'zolar orqali biladi. Masalan, inson ko'zi bilan shaylarni ko'rib biladi. Quloqi bilan ovozini anglab biladi. Qo'li bilan uni tutib biladi. Burni bilan hidini purab biladi va tili bilan ta'mini tetib biladi. İnson bu 5 hissiy a'zosi orqali bilinmagan shaylarni ishonchli xabarlar orqali anglab biladi. Masalan, Makkani ko'rmagan kishimi uning xabarini anglash orqali Makkaning Saudiya Arabistonda borligiga hech shak qilmaydi. Birinchi va ikkinchi dunyo urushlarini ko'rmagan bo'lsaqmi,
bu urushlarning bo'lib o'tganlik xabarini anglash orqali bu urushlarning yuz berganligidan hech shak qilmaymiz. Hissiy a'zolar orqali bilinmagan shaylarni yo'q deb inkor qilish qat'iy to'g'ri emas. Masalan, radio to'lqinlari har vaqt va har joyda bor. Ammo radio bo'lmasa, uni anglag'ili bo'lmaydi. Toksimida tokning borligini ko'rgili bo'lmaydi. Faqat lampushkini uningga chatqandila tokning borligini ko'rgili bo'ladi. Dunyoda hissiy a'zolarimiz orqali bilgili va ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un shaylar bor. Hozirgi ilm-fan dunyodagi moddiy shaylarning faqat 3,5%ni ko'z bilan ko'rgili bo'lganligi va qolgan 96,5%ning ko'rgili bo'lmaydiganligini isbotladi. Havodan har onda nafas olib turamiz, lekin havoning mohiyatini hissiy a'zolarimiz orqali bilmaymiz. Shuningga o'xshash inson hissiy a'zolari orqali Alloh taolaning zotini idrok qilolmaydi. Chunki hissiy a'zolar orqali faqat ba'zi moddiy shaylarni bilgili bo'ladi. Halbuki Alloh taolaning zoti modda emas. Shunga insonning ko'rish iqtidori cheklik bo'lganligi sababdan Alloh taolani ko'zi bilan ko'rib tunishga qodir bo'lmaganligi uchun uni ishonchlik xabarlar orqali taniydi. Dunyoda eng ishonchlik xabar Qur'oni Karim va sahih hadislarning bergan xabarlaridir. Mushriklar Muhammad alayhisalomdan Alloh taolani tariflab berishni so'raganida Alloh taolo Muhammad alayhisalomga mundoq deydi: "Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad." Ya'ni aytqinki, u Alloh birdir. Hamma Allohga muhtojdir. U bola topganmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kishi uningga tengdosh bo'lolmaydi. Alloh taolaga qanday iymon keltirish kerak? Alloh taolo azaldan bor bo'lgan yolg'iz ilohdir. Uning butun koinotni yaratishda va uni parvish qilishda hech bir sheriki yo'qdir. U o'zining kamoli sifatlari bilan hamisha sifatlanib turg'uchidir. U barliq ayib, nuqson va kamchiliklardan albatta pokdir deb iymon etish kerak.